Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi 10X avtomobilimizni hurmatli mijozimizga topshirdik. Aka, ishingiz qalay bitdi? İşimiz zo'r bitta aka. Bu hazillashib to'g'risi prosto narx so'rashga keldik. Narx so'rashga keldik, ma'qul keldi aka. 2 soat, 2,5 soatda ishimiz bitti aka. 1,5 million cashback tashlab berdi. Tashlab berishdi. Akajon, ishlar qalay, tez bitdimi? Bizlarni qayerdan ko'rdi? Shu jarayon haqida bitta ma'lumot berib olsangiz. Sizlarni Instagramdan ko'rib keldim. Instagramdan ko'rdim. Kamchiliklar yo'qmi bizning tarafda? Kamchiliklar yo'q. Cashbacklarni oldik. Cashback oldik. 1,5 million cashback qaytarib berdik. Navbatdagi 10X avtomobilimizni hurmatli mijozimizga topshiryapmiz. Ishingizni qanchada hal qilib berdi? Bizlarni hisob. Shuni 2 soatda hal bo'ldi. Cashbacklarni ham oldik, rahmat. Cashbacklar ham kuchli uje kattasi. Mashina xayrli bo'lsin, tegidan shamol o'tib tursin. Rahmat, sizlarga ham ishinglarga omad. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling, tegidan shamol o'tib tursin. Ha, rahmat. Turon avtoga keling, 10X hamda Tracker avtomobilini xarid qilib 1,5 millionlik cashbackga ega bo'ling. Endi Turon avtodan sizlarga juda ham bitta zo'r yangiligimiz, Cobalt avtomobilini xarid qilgan har bitta insonga 1 million cashback Turon avtodan taqdim etiladi. Bundan-da zo'r yangiliklarni o'tkazib olmaslik uchun bizning Instagram sahifamizga obuna bo'lishni unutmanglar. Batafsil ma'lumotlarga ega bo'lish uchun pastda qoldirilgan nomerlarga aloqaga chiqinglar. Barchalarni Turon avtoda kutib qolamiz.